Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Ibrohim. Do'stlar, bugungi videoda biz Android Jetpack Compose'da tugmalar haqida gaplashamiz. Xo'p, tugma o'zi nima? Tugma bu foydalanuvchi tarafidan bosilishi mumkin bo'lgan UI element hisoblanadi yoki komponenti desak ham bo'ladi. Uning vazifalari turlicha. Misol uchun qandaydir bir funksiyani ishga tushirish, bir oynadan boshqa oynaga o'tish va ko'plab turlicha vazifalarni tugmani bosilish xususiyatiga a, qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Demak, boshladik. Menimcha tugmalar haqida deyarli barchamizda tushuncha bo'lsa kerak. Xo'p, birinchi, bizda allaqachon proyekt mavjud va men ushbu proyektda o'ziga skrin yaratib, shu skrinda ishlashni davom etaraman. Demak, custom button deb shunchaki nom berib olaman. Button desam, bu button fayli, funksiyasi mavjud bo'lishi aniq. Shuning uchun custom button nomini berib olaman. Va composable deymanda custom button'ni shu yerga tashlab olaman. Bu o'zimizning asosiy composable'imiz. Va bizga modifier bu yerda kerak emas. Va pastidan preview deymanda shunchaki pre deb turib, bu yerga custom button'ni chaqirib qo'yamiz. Bu composable funksiyamiz hisoblanadi. Bu haqida avvalgi darslarda ham gapirib o'tganman. Demak, bizni Jetpack Compose UI'imizni composable funksiyasi ichiga yoziladi va composable funksiyamiz albatta katta harfda boshlaydi. Xuddi klassga o'xshab. Xo'p, tugmalar ko'p. Jetpack Compose'da bir necha xil tugmalar mavjud. Ularni har biri haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman va birorta tugmaga dizayn berishni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, birinchi tugmalarni joylashtirish uchun men columndan foydalanaman. Columnga modifier beraman. Modifier fill max size da bo'lsin. Butun ekranni to'ldirgan holatda va background berib qo'yaman va orqa fonimiz oq rangda bo'la qolsin deymiz. color.white va virgul qo'yib vertical arrangement ya'ni vertikalni tartibga solamiz. Arrangement center, ya'ni har bir elementimiz markazdan chiqishni boshlasin. Horizontal alignment, gorizontalni ham markazdan chiqishni boshlasin deymiz. Va men bu yerga previewni bir marta build refresh qilib olaman. Mana bu joydan 3 ta menyudan split buyrug'ini tanlasak, biz ham UI ham kod yozish muhitini ko'rsatib turadi. Kutamiz biroz, boshida shu biroz yuklashi qiyin bo'ladi, keyin u yog'i tez ishlaydi. Xo'p, boshladik. Birinchisi eng oddiy tugma, ya'ni fillet button ham deyiladi. Eng oddiy va ko'p ishlatiladigan tugma bu button hisoblanadi. Shunchaki button desak, mana button. Buttonda Android widget tanlab qo'ymaysizlar, bu XML da ishlatiladigan tugma hisoblanadi. Bizga mana bu yerda Android X ko'rib turganingizdek, hozir ko'rinmay qoldi. Pastga tushiradigan bo'lsak, mana bu yerda yaxshi ko'rinmay qoldi. Mana kursorda boradigan bo'lsa, mana Android X Compose Material 3. Aynan shuni tanlaymiz. Xo'p, buning bir qancha parametrlari bor. Men bu yerga faqatgina talab qilinadigan bitta parametrni yozaman. Ya'ni bu onClick. Ya'ni onClick bu funksiya, shuning uchun figurali qavsni yozib qo'ydim. onClick bu unit bo'lgani uchun, ya'ni tugma bosilgandagi holati mana shu yerga yozamiz. Misol uchun bir oynaga o'tish bo'lsa, oynaga o'tish navigation qilamiz yoki bir boshqa bir funksiyani ishga tushirish kerak bo'lsa, shu funksiyani shu yerga chaqirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi figurali qavsida nima bor? Figurali qavsida bu tugmani tekstini yozishimiz mumkin bo'ladi. Mana row scope'da yonma-yon, ya'ni row scope bo'lgani content. Row scope, ya'ni itemlarimiz row holatida, ya'ni yonma-yon holatda, gorizontalni yonma-yon joylashgan holatda chiqadi. Va biz bu yerga text hamda icon qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Keling, mana oddiy text qo'yaman. Textni ham textini yozamiz. Teng bo'ladi. Misol uchun fillet button deymiz. Mana shunday. Demak, tugmamiz mana shunday yaratiladi. Bu default holatda tugmani yaratish shunday. Xo'p, endi tugmalar ustida bir amallarni qilib olamiz va keyin boshqa turdagi tugmalarni ham shunchaki yozib ketaman. Ularni funksiyalari, ranglarini o'zgartirish bir-biriga o'xshash bo'ladi. Shuning uchun avval oddiy buttonda shularni ko'rib ketaylik. Xo'p, biz mana oddiy tugmani yaratdik. Tugmamiz
default holatda mana shunaqa rounded rangi material design, material 3 ranglaridan olib bizga primary colorni qo'yib beryapti. Demak, buni keling ranglar ustida ishlaylik birinchi. Ranglar qanday o'zgartiramiz ranglarda desak, ranglarni colors buyrug'idan, ya'ni colors parametrini berish orqali o'zgartiramiz. Bu button colors talab qiladi. Colors teng button defaults orqali kiramiz, ya'ni button defaults nuqta button colors tanlaymiz mana. Va buning ichida bir qancha ranglar bor. Misol uchun control probel qiladigan bo'lsak, content color, container color, disabled content color, disabled container color. Bizga aynan shular kerak. Bundan ortiqcha ranglar bizda mavjud emas. Ya'ni container color bu asosiy colorimiz hisoblanadi. Tugmamizning colori, ya'ni rangi. Deylik colorda ham Android X Compose UI dan olyapman. Color nuqta misol uchun green bo'lsin deyman. Mana greenga olib o'tdi. Content color esa buni ichidagi rang deyapti. Ichidagi rang tekstimiz rangini color.black berib qo'yishimiz mumkin bo'ladi mana shunday. Endi bizda albatta disabled content color, disabled bo'lganda qanday bo'lsin? color.gray, light gray bo'lsin. Disabled container color, ya'ni konteynerning o'zining rangi esa color.gray, ya'ni dark gray bo'lsin deylik. Mana shunday. Colorga berishimiz mumkin bo'lgan ma'lumotlar shular. Colordan keyin chiqib virgul qo'yamanda va pastidan enabled xususiyati bor. Enabledni false qilsam mana bizga disabled bo'lgandagi rangni ko'rsatgan. Disabled bo'lganda shunday dark gray emas, shunchaki gray beraylik. Mana shunday. Va enabledni true qilsak, biz tugmani bosishimiz mumkin bo'ladi. Enabled false bo'lsa tugmani bosib bo'lmaydi. Xo'p, endi buni o'lchamlarini qanday beramiz? Bo'yi, eni, bularga biz modifier orqali o'lcham berishimiz mumkin. Modifier teng fill max misol uchun this deydigan bo'lsak, butun boshli ekranni egallaydi. 5f deydigan bo'lsak, fraction beradigan bo'lsak, ekranni yarmini egallaydi. Deylik, biz fill max this emas, shunchaki this orqali deylik 200 dp berib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi statik qilib o'lchamni. Xo'p, bundan tashqari biz height berishimiz mumkin, ya'ni bo'yini misol uchun 60, xohlagan o'lchamni berishimiz mumkin. dp mana tugmamiz kattalashdi, deylik dp. Default holatda o'zini o'lchamini ishlatgan yaxshi tugmani bizga chiroyli UI holatda ko'rsatib beradi. Xo'p, o'lchamlar menimcha tushunarli. Bo'y berish, enini berish. Endi uni shakli-chi? Burchaklar. Hozir bu roundedda turibdi. Burchaklarimiz, corner radiuslarimiz. Uni qanday o'zgartiramiz? Shape parametri orqali shape va mana shape deydigan bo'lsam, mana bizga shape berishni talab qilyapti. Biz ikki xil usulda shape berishimiz mumkin. Bittasi butun boshli tugmani corner radiuslarni circle qilish, ya'ni circle shape tanlasak, mana circle qilib qo'yadi. Default holatda bu aytgandek circle edi. Va custom burchak beradigan bo'lsak, rounded corner shape tanlaymiz va bu yerga burchaklarni bersak bo'ladi. Misol uchun har bir taraf 10 dp dan bo'lsin degan bo'lsak, bizga mana shunaqa tugmani yaratib beradi. Misol uchun top start 20 dp virgul top end 20 dp da bo'lsin deb berishimiz ham mumkin bo'ladi. Ixtiyoriy xohlagancha tugmani shu yerdan burchaklarni radiusini boshqarsak bo'ladi. Biz default holatda umumiy 10 dp berib qo'yamiz. Tugmada yana nima xususiyatlar bor? Tugmamiz uchun elevation, ya'ni soya qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Content padding, bularga muhim emas. Border stroke, ya'ni burchak, ya'ni border qo'yishimiz va uni ranglarini boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Deylik mana elevationni qanday qo'yamiz? Elevation ham biroz boshqacharoq bo'ladi. Elevationga button defaults nuqta button elevation orqali qo'yamiz va bizda default elevation bor. Default elevation misol uchun 5 dp bo'lsin desak, bizga mana default elevationni 5 dp mana soya tashab berdi. Hop, soya berishni ko'rdik. Keyingisi nima? Keyingisi content padding. Content padding
hozir berganimiz bilan bizga ish bermaydi. Ya'ni bizga padding beradi. Mana content padding. Padding values har tarafdan deylik 10 dp dan padding bersin deb yozib qo'yamiz. Keyingi tugmani yozganimizda bu padding surib beradi. Border mana. Border border yozayotgan paytimizda border stroke kelyapti. Mana border stroke orqali beramiz. Mana deylik width 1 dp bo'lsin. Virgul color nuqta deylik ikkita bo'lsin desak, bizga mana border chizib beradi. Bizda border bilan o'zi yasaladigan tayyor tugmalar ham bor. Ularni ishlatsak ham bo'ladi. Umumiy olganda shu. Endi bunga iconni qanday qo'yamiz desak, misol uchun bir yo'la text bilan birgalikda icon qo'ysak ham bo'ladi. Iconni shunchaki iconni chaqirish orqali qo'yamiz. Icon ko'rib turganingizdek, iconni painter orqali, bitmap orqali, ya'ni image bitmap orqali hamda image vector orqali qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Biz image vectorni tanlab qo'yishimiz mumkin. Image vector bizda mavjud bo'lgan iconlarda ichidan icons nuqta default nuqta misol uchun person va iconga content description yozib qo'yamiz. Buni empty qo'yib qo'ysak bo'ladi. Mana shunday. Va orasida joy tashlab qo'yishimiz mumkin spacer orqali. Spacer size deydigan bo'lsak, modifier nuqta size chiqadi va orada 20 dp joy bo'lsin desak, mana 20 dp joy tashlab bizga person rasmini qo'yib qo'yishi mumkin bo'ladi. Mana shunday bu tugmada yana nima qilish mumkin? Shu, endi tugmani bosilish holati boya aytganimdek, bosilganimizda 10 klikka buyruq keladi. Xo'p, boshqa tugmalarni ham ko'raylik. Bu oddiy tugma edi. Endi boshqa tugmalar haqida qisqacha gapirib o'tib ketaman. Vaqt yo'qotmaslik uchun. Mana shunday. Va pastidan ikkinchi tugmamizni ko'rsak bo'ladi. Demak, keyingi tugmamiz qanaqa? Bizda bu primary tugma hisoblanadi, ya'ni asosiy ishlarni bajarish uchun ishlatishimiz mumkin bu tugmani. Keyingisi tonal, ya'ni fillet tonal button. Bunda ham 10 klik asosiy talab qilinadigan parametr. Buni berib qo'yamiz va uni ichiga xuddi shunday text hamda iconni qo'yishimiz mumkin. Biz faqat text qo'yib ketaylik. Textiga fillet tonal button. Bu biroz rangi ikkinchi darajali rang qo'yiladi va ichidagi text rangi albatta dark rangga asoslangan bo'ladi, ya'ni qora rang. Tashqi rangi tugmani asosiy backgroundi light rang hisoblanadi. Va bu ikkinchi darajali ishlarni bajarish uchun qilish mumkin. Misol uchun sizda dialog bor, dialogda confirm primary color bo'lsa cancel secondary tugma hisoblanadi va bu yerga tonal buttonni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Shu xohlasangiz buni ishlatishingiz mumkin va bizda xuddi shunday fillet tonal icon button bor, tonal icon button. Bunda ham 10 klik bor, asosiy required bo'lgan narsa va icon button doimiy circle holatda chiqadi va bu yerga biz icon berishimiz mumkin. Image vector biroz yaqinlashtirib olamiz. icons.default deylik bunga search qo'yib qo'yamiz. Content description shunchaki empty yoki search deb qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni bu ikonkaga dastur bo'lmay qolsa, mabodo qanday ish bilan chiqmay qolsa, content descriptionimiz chiqadi. Mana shunday. Va kursorda olib borganimizda ko'rinishi kerak content description adashmasam. Menimcha bu ham tushunarli. Masalan, icon bilan ishlaydigan holatlarimizda icon fillet tonal icon button ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi outlined button on click xususiyatini albatta beramiz va ichkarida text beramiz. Textimizga text va bunga outlined button deymiz. Mana outline buttonni ko'rib turibsizlar, ya'ni radius berib oladi, orqa fon transparent bo'ladi,
bizga mana shunaqa, ya'ni ramkasi bor tugmani yaratmoqchi bo'lsak, outline button'ni bir yo'la yaratib ketishimiz mumkin bo'ladi. Bu tugma ham xuddi secondary ishlarni bajarish uchun ishlatiladi. UI'ingizga asoslanib, xohlagan buttonni tanlasangiz bo'ladi. Keyingisi xuddi shunaqa outlined icon button bor bizda. Bunda on click required, yana uni beramiz va ichiga icon beramiz. Icon image vector icons nokta default nokta misol uchun ads content description shunchaki ham bitta qo'yib ketsak ham bo'ladi. Demak, outlined icon button ham berishimiz mumkin. Tanal buttonda demak rangi bor, outlined icon buttonda orqa fon bo'sh, lekin nima bor? Radius bor. Radius emas, stroke bor. Ya'ni border bor, chegara bor. Va keyingisi, agar biz agar biz to'g'ridan to'g'ri soyasi bor button ishlatamiz deydigan bo'lsak, elevated button ishlatamiz. On click va ichiga text hamda icon berishimiz mumkin. Biz faqat text beramiz. Text elevated button deymiz. Yana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu tugmada soya mavjud. Mana yaxshi ko'rinmayapti. Undan mana soyasi mavjud. Elevated o'zi soyali tugma degani. Va keyingisi text button hisoblanadi. Unda ham on click bor. Shuni o'zini bersak bo'ldi va text beramiz. Text button. Mana shunday. Text tugmamiz. Bunda hech qanaqa orqa fon yo'q, border yo'q, faqatgina text o'zi chiqadi, lekin bosganingizda tugma bordek hover bo'ladida, bosilish xususiyati bo'lib, bizga chiroyli effekt beradi bosgan paytimizda. Umuman olganda bizda mana shunaqa turdagi tugmalarimiz mavjud. Biz UI'mizga asoslanib ixtiyoriy tugmani olishimiz mumkin bo'ladi. Bitta tugmada men rang berishni ko'rsatdim, o'zgartirishlarni ko'rsatdim va buni boshqa tugmalarda ham bajarsak bo'ladi. Misol uchun fillet tonal button yoki outlined buttonda misol uchun stroke ranglarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Umuman buni qanday qilamiz? Outlined buttonda biroz rang berish boshqacha, har bir tugmada boshqacha qanday? Misol uchun colors deymiz. Colors button defaultdan oladi hammasi. Va buning ichidan biz nimani? Outlined button colors tanlaymiz. Chunki biz outlined buttonga dizayn beryapmiz. Va bunda outline buttons ichida mana content color, container color hamda shunday bizda stroke colorni ham berish kerak. Container color nokta gray berib qo'ysak, bu umumiy orqa fonga. Outline button colors. Stroke rangini berish kerak edi, bilmadim nimaga bu yerda chiqmayapti. Outlined material 3. Mana bizda endi berish mumkin bo'lgan parametrlar shular ekan. Qani button default emas, outlined button default bizda mavjud emasda. Bizda faqat button default va bu yerdan outline button bor xolos bizda. Mayli. Moganda ranglar berishimiz shu bir xil, bir-biriga o'xshash, faqat bu yerda outline button ishlatamiz. Xo'p. Menimcha hammasi tushunarli. Endi tugmani bosganda bir ish bajarishimiz uchun TOS ishlatishimiz kerak. TOSni bu yerda ishlatish biroz boshqacharoq, oddiy XML'larga qaraganda mayli TOS ishlatmaymiz. Moganda mana shuni telefonda launch qilib, bosilish holatlari, bosilganda qanday hover bo'ladi, ranglar qanday o'zgaradi, bularni biroz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va men buni tekshirish uchun nima qilaman? Tekshirishni ham ko'rsatib ketay. Telefonda uladim va menga mana bu yerda telefonim rasmi chiqdi, ya'ni nomi chiqdi. Men appni run qiladigan bo'lsam, butun boshli ilova ishga tushadi. Menga app kerak emas, menga eng pastdan mana previewni o'zini mana shu yerdan run qilaman. Va menga ushbu previewni, ushbu oynani ishga tushirib beradi.
va device'imni qo'shib qo'yaman mana shunday qilib. Biroz kutamiz. Launching on device, ya'ni ishga tushyapti mana. Mana ilovamiz ishga tushdi. Previewimiz mana tugmalarni bosilish holatlari. Bu aytgandek text buttonda ham ko'rsanglar, hover holati bor. Mana xuddi tugma bordek tuyuladi bizga. Mana shunday. Do'stlar, tugmalar haqida, umumiy tugmalar haqida ma'lumotlar shu. Ya'ni biz bundan tashqari custom tugmalarni ham yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni UI dan kelib chiqib, ularni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Lekin bizning holatimizda default standartni ishlatishimiz mumkin bo'lgan Jetpack Compose tugmalari mana shular. Albatta bundan tashqari floating action button bor, lekin floating action buttonni bu yerdan to'g'ridan-to'g'ri ishlatish noo'rin. Uni scaffold orqali ishlatiladi va shunda floating action buttonni xohlagan joyimizga joylashtirib chiqishimiz mumkin, ya'ni pastga o'ng, chap, centerga. Do'stlar, tugmalar haqida bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular edi. Hozircha shu. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.